oldimizda ikki xil zamzam. Bittasi Turkiyadan keladi, bittasi Saudiya Arabistondan keladi. Saudiya Arabistonnikiligini bilish uchun, haqiqatan originalligini bilish uchun nimaga e'tibor qaratishimiz kerak? O'zidagi ustiga yopishtirilgan belgisidagi rangi, sifati juda past bo'ladi. Ikkinchidan mana qopqog'ida qarang, haqiqiysida ustida o'yib yozilgan. Ustida ustiga chiqib yozilgan. Yozildi. Keyingi belgisining asosiy belgilaridan bittasi mana idishning yerda yozuv bor ichkarisida. Mana bunda u yozuv yo'q. Ulangan joyda. Mana bu zavoddan chiqarilgan belgisi berilgan. Bu yerda yo'q bu. Bu Turkiyanikida bo'lmaydi. Bu Turkiyanikida bo'lmaydi. Bundan tashqari eng asosiy belgilardan bittasi mana qarang ko'zga ko'rinmaydi, lekin mana shuni o'zida ishlab chiqarilgan sanasi bor. Hozir uni topamiz. O'zimga ham ko'rinmayapti. Mana mana shu sanasi bor. Ya'ni bu 30-sentyabr kuni 2025-yil soat 10:38 chiqqan. Mana bu zavoddan chiqqan. Bunda bu belgi yo'q. Bundan tashqari mana bu zamzam belgisini o'zi qo'pol yozilgan. Bunda chiroyli yozilgan, ham arab tilidagisida ham bu qolipda yozilgan. Bu qolip boshqa arab davlatlarida boshqa ishlab chiqaruvchilarda mavjud emas. Undan tashqari yana bitta belgilardan bittasi suvda o'zining tarkibi. Ya'ni bu quyqaroq bo'ladi. Bu juda tiniq bo'ladi. Undan tashqari yana bitta belgisi bor, mana buni ichida yozilgan. Buni yaxshi e'tiborga qarasa ko'rinadi. Bu ko'rinadi. Undan tashqari mana yerdagi 5 litr yozilgan faqat. Bunda 5 litr yozyapti. Bundan bundan 5 litr faqat boshqacha yoziladi. Sifatda bo'lmaydi. Hattoki mana shu plastmas ichidagi farqi ham buni qalbaki ekanligini ajratib beradi. Albatta bu mahsulotlarni olayotganda shu narsalarga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Xo'p, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib turib, repost qilib turib, tanish bilishlarga jo'natinglar. Sizga 100% original Saudiyadan kelgan zamzam suv zarur bo'lsa, shundoq Handa brendiga kelaverasizlar. Pastda nomerlarni profildan qoldiryapmiz. O'tib obuna bo'lib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.